Ikkinchi masala. Odamda soch rangi ikkita gen M va N tomonidan nazorat qilinadi ekan. Bitta gen bo'lishi albinos bo'lishga olib keladi. Normal pigmentatsiya, M dominant, N resessiv, M resessiv, N dominant holat va gamazigota resessiv holat ham bu albinosga olib keladi. Bunda ham resessiv inhibitor bor. Ya'ni dominant A gen neytral, resessiv A gen inhibitor. Belgilashga tushunib oldikmi? Belgilash jarayoniga endi ota-ona genotipini beryapti bizga. Mana shu organizmlarni o'zaro chachishtirishimiz kerak. Yana pennit katakchasi chizib olamiz. Pennit katakchasi. Hozir bir daqiqa. Endi quyidagi pennit bo'yicha ishlaymiz. Kamera olamiz birinchi. Boyagi usulda 1 2 4. 4 ta katta M, to'rtta kichkina M, ikkita katta N, ikkita kichkina N, ikkita katta N, ikkita kichkina N. Endi A bitta dominant, bitta resessiv. Bitta dominant, bitta resessiv. Bitta dominant, bitta resessiv. Bitta dominant, bitta resessiv. Holatda olib ketamiz. A dominant, A resessiv. Hop, albinizm. Menimcha so'ralgan normal pigmentatsiya va albinizm
so'ralyapti. A gen bo'yicha resessiv gamozigota holatda bo'lsa albinos bo'ladi. Oldin albinoslarni belgilab chiqamiz. Xo'sh, mana bu albinos. Rang yo'q. X qo'yib chiqaman. Rang yo'q degani bu. Ma'nosi bu albinos. Bu albinos. Bu albinos. Hozircha 4 albinos. Xo'p, undan tashqari M gen dominanti bor. N yo'q. Albinos, albinos. Bu ham albinos. Bu yerda M gen dominanti bor, N bo'yicha yo'q. Bu ham albinos. M N dominantlar bor. Demak, 8 ta albinos olinadi ekan bu yerda. Sakkizta albinos olinyapti. A shart, B shart, S shart. Mana shartlarda nima so'ralgan? Normal pigmentatsiya hosil bo'lish ehtimoli qanday? 16 ta 100%, 8 ta qancha? 50%. 16 ta 100%, 8 ta 50%. B sharti ham xuddi shunday. Epistatik A gen tufayli albinizm ehtimoli deyapti. Ya'ni bu yerda mazmun qanday bo'ladi? Qarang, retsessiv epistazlar tufayli emas, retsessiv epistaz gamozigota holatda kelishi tufayli emas, dominant epistaz bo'lsa ham albinizm yuzaga chiquvchilar so'ralyapti sizdan. Ular belgilab qo'yaman. Mana bu, mana bu, mana bu. Mana bu bor ekan, to'xtang. Nega qiymatlar o'zgardi? Birinchi normal pigmentatsiya so'ragandi. Normal pigmentatsiya albinoslar 6 tasi qancha deymiz? 37,5%. 10 ta albinos chiqyapti. 62,5% deyamiz. Xo'p, va 4 ta 10 ta albinos bor edi. Undan 100% desak, 4 tasi dominant A genga ega, lekin albinos emas. Bu degani 40% ni beradi.